So'nggi yillarda mamlakatimizda bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar uchun oilaviy muhit yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimizning oilaviy bolalar uylari faoliyatini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bu boradagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Mazkur qarorga muvofiq Toshkent viloyatidagi barcha mehribonlik uylari tugatilib, bolalar uchun mehr, e'tibor va tarbiya maskaniga aylangan oilaviy bolalar uylari tashkil etilgan edi. Ayni paytda viloyatdagi 10 ta shunday xonadonda 49 nafar bola oila bag'rida tarbiyalanmoqda. Muxbirimiz Sohiba Akromova ana shunday muhabbat, mehr va mas'uliyat maskaniga aylangan xonadonlardan birida mehmon bo'ldi. Eng muhimi, oilamiz sha'nini himoya qilish, tushundinglarmi? Bu barchamiz uchun sevimli bo'lgan suyunchi filmi. Kinofilmdagi 10 nafar o'g'li bilan futbol jamoasini tuzishni orzu qilgan Shermat obrazi va u bilan bog'liq bir necha voqealar yillar o'tsa-da, barchamizga yaxshi tanish va qadrdon. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani Qovunchi mahallasida istiqomat qiluvchi Qozoqboyevlar oilasi ham yuqoridagi film qahramonlaridan hech ham qolishmaydi. Oiladagi 9 farzanddan barchasi futbol desa, o'zini tomdan tashlaydiganlardan. To'g'risi har kuni bir 5 marta quylab kelamiz. Ovqat payti ham chiqib ketaveradi, boshqa payti ham chiqadi. O'zimiz o'ynaymiz desak, bizga tashqaridan jamoa ham kerak emas. O'zimiz 11 kishimiz. Taqdir taqozosi bilan asr bo'lgan 6 ta bolamizdan 4 tasi o'g'il bola bo'lgani uchun o'zimizda ham 2 ta bola bo'lgan, shuning uchun oilaviy komanda bo'lib qoldi. O'sha Shermatda oilasiga o'xshaydi desak ham bo'ladi. Yozgi ta'tilning ilk kuni haqiqatan ham qo'rqitish mahal bo'lishiga qaramay, bolalar futbol maydonidan beri kelishmayapti. Shunaqa hozir ikkiga bo'linib, taktika bo'lyapti. Kattalar kichkinalar baribir tez yaxshi o'ynashyapti. Hozir 2-0 yetishyapti. Qasoqsoq ukalarim zo'r o'ynashib, bizda zo'ri yo'q hozir mahallada. Terma jamoa deyshadi. Poni bitta terma jamoamiz futbolning. Mahalladagi ushbu xonadonning darvozasi doimo ochiq. Aslida bu yerdagi bolalarning hammasi ham qondosh emas, biroq bu uy ular uchun yagona oila. Qishloqda edim, Ohangaronda turardim. Keyin mehribon uyda turdim. Keyin betga ko'chib keldim. Oila boshqa, mehribon uyda boshqa. Uyimni topdim. Opam, ukam, singlim oilamni topdim. 11-sinf bitiruvchisi Samandar oliy ta'lim muassasasiga kirishga tayyorlanmoqda. Qizlar esa sport sidr bilan band. Nozima adabiyot ixlosmandi. Oilaning eng kichik a'zosi Umidjon esa har doimgidek velosipedini sozlash bilan ovora. Eng yaxshi qilgan ishing nima? Yelik sotish. Yelik sotishmi? Futbol o'ynab turasanmi? Kimga o'xshash qolasan? Abbos Fayzulloyev. Nega Abbos Fayzulloyev? Yaxshi ko'raman. Bu oila asli katta bir tajriba. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining 2022-yil 4-avgustdagi oilaviy bolalar uylari faoliyatini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi bo'yicha Toshkent viloyatidagi barcha mehribonlik uylari tugatilgan edi. Ayni shu qaror yoshligidan ko'p farzandli oila boshi bo'lish istagidagi aslida kasbi ham pedagog bo'lgan Sherzod aka uchun ayni muddao bo'ldi. Ikkita sabab bo'ldi. Birinchisi o'zimiz yoshligimizdagi niyatimiz va albatta prezidentimiz chiqarib bergan qarorlar yengillashtirib bermagan bo'lganda biz bu ishni amalga oshira olmagan bo'lardik. Prezident aytgandek, bizga yetimxonalar yarashmaydi. Biz vagonlab Rossiyadan kelgan bolalarni boqagan millatimiz. Kim xohlasa shu oilaviy sharoitda katta qilishga rozi bo'ladigan oilalar bo'lsa, olib ketishga ruxsat beriladigandan keyin o'sha Bo'kadagi bolalar uyi 1 yilmi, 10 oymi ichida yopildi. Birinchi biz olganmiz. Toshkent viloyati bo'yicha. Biz borganimizda 115 ta bola bor deyapti. Biz 2 ta bola olmoqchi edik. Bitta tanlagan bolamiz 3 ta ko'p chiqdi. Bitta qiz tanladik, do'gona olgansak, ukasi bor ekan, shu bilan 6 ta bo'ldi. To'g'ri, xalqimiz bolajon xalq 10 ta bo'lsa, o'rni boshqa deyshadi. Ochiqdan olish kerak, kezi kelganda o'z farzandini yo'lga solishda qanday yo'l tutishni bilmay qoladi kishi. Ayniqsa hozirgi kunda 9 nafar farzandni tarbiyalash qiyin emasmi? Oson bo'lgan deb ayta olmayman. Lekin Xudoga shukr, biz o'ylaganimizdan ancha oson o'tdi. Odamlarga kirishib ketish qiyinroq bo'lgan ularda, ishonch bo'lmagan. Men baribir oila ustun deyman, chunki 18 ga to'lgandan keyin bolalar uyini javobgarligi tugaydi. Shu tomonlama yaxshi o'ylangan deyman. Oila bir necha kundan so'ng to'ng'ich o'g'ilni uylantirish taraddudida. Xonadonga yana bir a'zo qo'shiladigan. Shu sababdan ushbu xonadonda to'yga tayyorgarlik avjida. Xullas, bu yerda mehr bor, birdamlik bor va eng muhimi davlatimiz rahbari tomonidan o'z vaqtida qabul qilingan muhim qaror tufayli bugun bu bolalar oilada
baxt qo'rg'onida. Sohiba Akromova, Kamron Rahmonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi.